18 yoshli qiz hayzi 3-4 oydan beri 2-3 oyda keladigan bo'lyapti. AMG'si 0.45, UZI'si ko'rilganda 3-4 ta follikulasi bor. Vrachning o'rniga kirganda bo'ldi, sen tug'maysan, follikula zaxirang tugayapti deb chiqarib yuborgan. Bu ilmli odam emas, ilmsiz odamning gapi. Nima uchun? Bu qiz tug'adi, tug'adigan qiz. Kerak bo'lsa 5 ta 6 talab tug'adi. Bu qizni psixologik travma berib 10 yilga qaratib yuborgan. Onasi Xudoni zorini uryapti. Shu qizimni tug'dirib bering deb. Birinchidan bu qiz ertaroq turmushga chiqadi, stress olmaydi, bo'ldi. Hammasi joyi hayz ham vaqtida keladi, tug'adi ham. Lekin 0.45 AMG bilan sen tug'maysan deyish juda katta xato narsa. AMG faqat eko uchun kerak, tabiiy homiladorlikka umuman kerak emas. O'ylamang, siqilmang. Sizda 0.01 chiqqan bo'lsa ham, gormonal holatingiz joyida, zaxirangiz bo'lsa agar bir ikkita follikula, siz tug'asiz. Imkoniyatingiz bor, harakat qilsangiz bo'ladi.